Assalomu alaykum aka. Yana chop chekilmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Yo'l bo'lsin. Adasi, uyimga borib kelmoqchi edim. Sizdan ruxsat olish uchun kutib turgandim. Borib kelsam maylimi? Mayli. Borib kel. Faqat vaqtli kelgin. Xo'p. Salom etib qo'y. Singlim, bas o'tirsang bo'lardi. O'zim olib borib qo'yardim. Mayli aka, sizni ko'rdim, oyimni ko'rdim, yaxshi ekansizlar. Boshqa kuni yana kelaman. Adasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Yana chop chekilmang. Onasi, kimlaringni olib chiq, uyga ketamiz. O'zim keldim olib ketgan. Xo'p, adasi. Siz tashqarida kutib turing, men hozir akam bilan xayrlashib olib chiqaman. Tezroq bo'l. Akajon, men sizni yaxshi ko'raman. Lekin u inson meni turmush o'rtog'im. Farzandlarim otasi. Hurmat qiling. Qo'l uzatganlarda qo'llarini qaytarmang. Yaxshimi, yomonmi, pianistami? U meni erim. Ayol kishi erini rozi qilsagina jannatga kiradi. Agar yana bir marta shunaqa muomala qiladigan bo'lsangiz, qaytib uyingizga qadamimni ham bosmayman. Ketdikmi? Ehtiyot bo'ling.